Bir kun o'zimga savol berdim. Alloh meni yaxshi ko'radimi? So'ng uning qullarini yaxshi ko'rishi o'z kalomida zikr qilgan bir qancha sabab va sifatlarga bog'liqligi xayolimga keldi. Savolimga javob topish umidida o'sha sifatlar bilan o'zimni solishtirdim. Alloh taqvodorlarni sevadi. Ammo o'zimni taqvodor deyishga jasorat topa olmadim. U sabr qilguvchilarni sevadi. Sabrim yetarli darajada emasligini esladim. Robbim mujahidlarni yaxshi ko'radi. Menda esa aksincha kuch g'ayrat kam. Muhsinlarni, ya'ni yaxshilik qiluvchilarni sevadi. Eyvoh! Bu sifat menda bormi? Sanashni to'xtatdim. Alloh sevadigan sifatlarni o'zimda topa olmaslikdan qo'rqdim. Amallarimni hisob-kitob qildim. Ming afsuski, ularning ko'pi gunoh va ma'siyatlar bilan aralashib ketgan. Shu onda Robbimning albatta Alloh tavba qilguvchilarni yaxshi ko'radi degan so'zi xayolimga keldi. Bu so'zlar men va menga o'xshaganlar uchun aytilganini tushundim va darhol tavba qilishni boshladim. Astagfirulloh va atubu ilayh. Astagfirulloh va atubu ilayh. Astagfirulloh.